Futbol bu nafaqat o'yin. Bu hayot, iroda va orzularning sinovi. Bugun biz mana shunday o'z orzulariga yetish uchun harakatdan hech qachon to'xtamagan va so'ngida muxlislar qalbidan joy olgan futbolchilar haqida gaplashamiz. Ular hayotning eng past nuqtasidan boshlab deyarli hech kimda ishonch uyg'otmagan holda dunyoning eng yirik stadionlarida yulduzga aylanishdi. Har birining hikoyasi bu mehnat, iroda va o'ziga ishonchning ramzi. Sizlar bilan Golnoma kanali va biz boshlaymiz. Jimmy Vardy, haqiqiy hech kim ishonmagan yulduz. Angliyaning chekka shahrida oddiy ishchi oilasida tug'ilgan. Yoshligida ko'plab klublar uni rad etgan va hatto 16 yoshida futbolchilikni tashlab, zavodda ishlay boshlagan. Ammo Vardy shunchaki taslim bo'lishni xohlamadi. U Angliyaning eng quyi divizionida o'ynab, asta-sekin yuqoriga ko'tarildi. 2012-yilda Leicester Cityga kelgan paytida ham u hali yuqori darajada emas edi. Muxlislar uni APLga to'g'ri kelmaydi deya tanqid qilishar edi. Ammo 2015-16-yilgi mavsumda Leicesterni chempionlikka olib chiqqan eng asosiy quroli bo'ldi. Bunday yorqin mavsumdan keyin albatta bir qancha Angliyaning top klublari uni o'z safiga qo'shib olishni istar edi. Hatto o'sha paytlar Arsen Wengerni shaxsan o'zi u bilan alohida gaplashib, uni Arsenalga taklif qiladi. Ammo Vardy Leicester Cityga sodiq qolishni tanladi. Uning bu qarori chuqur hurmat va e'tirofga loyiq edi. Jimmy Vardy 30 yoshidan keyin ham eng tezkor hujumchilardan biri bo'lib qoldi. U 2020-yilda Premier Ligada oltin butsani qo'lga kiritdi. N'Golo Kante maydondagi haqiqiy mashina. 21-asr futbol tarixining eng ajoyib voqealaridan biri. Avval aytganimizdek, Leicester City klubining Angliya Premier Ligasida chempionlikka erishganidir. Bu mo'jizaning markazida Jimmy Vardy bilan bir qatorda yana ko'plab futbolchilar bor edi va ulardan biri bu N'Golo Kantedir. Parij shahrining chekka qismida muhojirlar oilasida o'sgan Kante yoshligida ko'plab og'ir sinovlarni boshdan kechirganiga qaramay, u 8 yoshida Fransiyaning 7-divizionida o'ynay boshlagan. Lekin kichik bo'yi tufayli ko'plab futbol mutaxassislari uni e'tiborsiz qoldirgan. Kante Fransiyaning quyi ligalarida mehnat qildi va 2015-yilda Leicester City uni o'z safiga qo'shib oldi va u o'zini dunyoga ko'rsatdi. Uning cheksiz energiyasi va to'pni qaytarib olish qobiliyati Kanteni dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biriga aylantirdi. Uning eng yorqin davrlari 2016 va 2021-yillar oralig'iga to'g'ri keladi. 2016-yilda u Leicester safida futbol tarixidagi eng kutilmagan chempionlikni qo'lga kiritdi. Oradan atigi 1 yil o'tib, Chelsea bilan yana APL g'olibiga aylandi. 2018-yilda esa Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempionatida zafar quchdi. Nihoyat 2021-yilda esa Chelsea bilan birga klub tarixidagi 2-chempionlik ligasi kubogini boshi uzra baland ko'tardi va bularning barchasida Kante nomi tilga olinar edi. Hi, hello. Congratulations first of all. Thank you. Great trophy. Riyod Mahrez, The Fairy Tale, ya'ni ertak deb nomlangan Leicester Cityning bu chempionligi yo'lida yana bir katta hissa qo'shganlardan biri bu Riyod Mahrez. U jazoirlik muhojirlar oilasida Parij chekkasida tug'ilgan. Otasining erta vafoti, moliyaviy qiyinchiliklar va jismonan nozik bo'lgani sababli Mahrezni ko'plab jamoalar rad etgan. Hatto ko'pchilik uni professional futbolchi bo'lish darajasida emas deb hisoblagan. Lekin u o'z orzusiga ishonishni to'xtatmadi. Fransiyaning kichik bir klubida o'z iste'dodini namoyon eta boshladi. 2014-yilda esa u kutilmaganda Leicester Cityga transfer qilindi. Bu qarorni ko'pchilik tushunmadi. Hatto o'z muxlislari ham shubha bilan qarar edi. Biroq Mahrez
tez orada Premier Liga darajasiga mos emas degan tanqidchilarga amalda javob qaytardi. Aynan o'sha yili u Angliya futboli tarixida ilk bor afrikalik futbolchi sifatida APLning yilning eng yaxshi o'yinchisi sovrinini qo'lga kiritdi. 2016-yildan so'ng uning xizmatlariga ko'plab klublar qiziqa boshladi. 2018-yilda u Manchester Cityga o'tdi va u yerda Pep Guardiola qo'l ostida yanada takomillashdi. U City bilan birga bir necha bor Angliya chempionligini, Angliya kubogini, Liga kubogini va so'ngida 2023-yilgi Chempionlar Ligasi kubogini ham qo'lga kiritdi. Bugun esa u nafaqat texnikasi, balki chidamliligi, xarakteri va yuksak mehnatkashligi bilan ham futbol tarixida o'z o'rniga ega. Rafinha Diaz Beloli. Braziliyada tug'ilgan millionlab bolalar kabi Rafinha ham qiyinchiliklar bag'rida ulg'aydi. U Porto Alegre shahrining chekka bir favelasida kambag'allik, jinoyat va umidsizlik hukmron bo'lgan muhitda voyaga yetdi. Bolaligida ko'pincha qorin ochlikda o'tgan kunlar va elektrsiz tunlar uning kundalik hayotining bir bo'lagiga aylangan edi. Ammo Rafinha taslim bo'lmadi. U o'z iste'dodiga ishondi va unga ishonmaganlarga qarshi kurashdi. Avvaliga mahalliy klubda o'ynay boshladi, lekin Braziliyada u o'zi istagan darajaga chiqa olmadi. Yevropadan imkoniyat qidirdi. Portugaliyaning Vitória Guimarães klubiga o'tishi bilan uning hayoti keskin o'zgardi. Keyinchalik u Sporting, undan so'ng Rennes va nihoyat 2020-yilda Angliya Premier Ligasiga Leeds United klubiga ko'chib o'tdi. U yerda o'zining texnikasi, chap qanotdagi chaqqonligi va to'xtovsiz harakatlari bilan tezda muxlislar mehrini qozondi. Uning sahnadagi har bir harakati faveladagi kurashuvchanlik ruhi edi. U o'z jamoasini kuchli o'yinlari bilan APLda saqlab qola oldi va butun Yevropaning e'tiboriga tushdi. 2022-yilda u bolaligidan orzu qilgan klub Barcelona safiga qo'shildi va mana bugun u Barcelonaning eng asosiy o'yinchilaridan biriga aylangan va o'tgan mavsumda oltin to'p darajasidagi o'yini bilan dunyoni lol qoldirib kelmoqda. Uning hikoyasi imkoniyatsizlik ichidan imkon topgan, rad etilganlardan bo'lib yulduzga aylanganlar haqida va bugun u chinakam umid va ilhom timsoli. Luka Modric. U Xorvatiyaning Zadar shahrida tug'ilgan. Uning bolaligi portlashlar, qo'rquv va qochqinlik ichida o'tdi. Otasi frontda jang qilgan. Modric esa onasi bilan qochqinlar lagerida yashagan. Modric yoshligida ko'plab klublar tomonidan rad etilgan. Uning gavdasi kichik, jismoniy jihatdan zaif ko'ringan. U katta futbol uchun yaroqsiz deyishgan bo'lsa-da, ammo unda boshqacha kuch bor edi. Texnikasi mukammal, o'yin o'qish qobiliyati esa yuqori darajada edi. Bu iqtidor uni o'z yo'lidan qaytarmadi. Futboldagi yo'li Dinamo Zagreb orqali boshlanib, keyinchalik Tottenhamda o'z nomini tanitdi. 2012-yilda esa Real Madridga ko'chib o'tdi. Dastlab ko'pchilik bu transferdan shubhalandi. U Madrid darajasidagi futbolchi emas deyishdi. Ammo vaqt o'tib u Real tarixidagi eng muhim futbolchilardan biriga aylandi. U klub bilan 5 ta Chempionlar Ligasi, 3 ta La Liga, 2 ta Ispaniya kubogi, 4 ta UEFA Super kubogi va yana o'nlab sovrinlar g'olibiga aylandi. Ammo uning eng yorqin yili bu 2018-yil edi. Xorvatiya terma jamoasi bilan Jahon chempionati finaliga chiqdi. O'sha yili esa Lionel Messi va Cristiano Ronaldoning uzoq yillik ustunligiga chek qo'yib, oltin to'pni qo'lga kiritdi. Bugun esa u 39 yoshda. Ammo hanuz dunyodagi eng kuchli yarim himoyachilar qatorida. Har bir pasida aniqlik, har bir qarorida tajriba va sovuqqonlik bor edi. Modric bu shunchaki futbolchi emas. U g'alabaga bo'lgan qat'iyatning timsoli. U urush orasida ulg'aydi. Bugun esa stadionlarni xushtaklar
va olqishlar bilan titratayotgan futbol afsonasiga aylangan. Bugun siz bilan oddiy, hech kim ishonmagan, lekin baribir yulduzga aylangan futbolchilarning yo'lini ko'rdik. Ularning hech biri mukammal sharoitdan chiqqan emas. Ularning aksariyati rad etilgan, e'tiborsiz qolgan. Lekin hammasi bir narsaga ishonishdi, o'z orzulariga va har kuni o'sha orzu uchun harakat qilishdi. Sizningcha yana qanday futbolchilar ushbu ro'yxatdan joy olishga loyiq edilar? Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring va Golnoma kanalimizni boshqa sahifalarda ham kuzatishda davom eting. Barchangizga katta rahmat.